Bugun sizlar bilan tumanning olis hududida joylashgan Qoramurt mahallasi haqida gaplashamiz. Har kimga aziz tug'ilgan joyi, tog'lari bog'i, tuproq loyi. Mening qishlog'im, ota makanim, endi boshqacha uning chiroyi. Qoramurt mahallasida 3520 ta aholi istiqomat qilib, ularning asosiy drayveri dehqonchilik, bog'dorchilik hamda baliqchilikni tashkil etadi. Ardog'imizga mehmon bo'lib keling, qishlog'imizga bir kelib keting, qishlog'imizga. Qoramurt mahallasida olib borilayotgan iqtisodiy ijtimoiy o'zgarishlar samarasi o'laroq 2024-yilning 2-mavsumida aholi tomonidan muvaffaqiyatga erishilgan mini stadion bunga asos bo'la oladi. Qoramurt mahallasida yoshlarning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish, ularda sog'lom turmush tarzini rivojlantirish, intellektual salohiyatga ega yoshlar sifatida tarbiyalashda Yoshlar ishlari agentligi tomonidan xuddi shu maskanda ajoyib sport tadbirlari muntazam ravishda o'tkazib kelinmoqda. Mehmon bo'lib keling, qishlog'imizga bir kelib keting, qishlog'imizga. So'nggi 2 yil ichida Qoramurt mahallasida qanday o'zgarishlar bo'ldi? Boshimizni 330-sonli og'ir hududlarni oyoqqa turg'izish maqsadida ijtimoiy aholi yaxshilash maqsadida ajratilgan mablag'lardan bizga 3 milliard nasib qildi. Shu 3 milliard mablag'imizni 1 milliard 800 millioniga 3 kilometr 750 metr masofaga osmoq yo'l orqali hech qanaqangi bir elektr toki va boshqa narsalarsiz suv bordik. Aholimiz 390 ta xonadon tomorqasi suv bilan ta'minlandi. Aholimizni hamjihatligi, yurtboshimizni tashabbuslari bilan tashabbusli budjet tashkil qilindi. Bolalarimiz uchun mini stadion qo'ydik. O'rkavut bilan birgalikda hozir mana ko'rganingizdek futbol maydonchasini yutib oldik. Bundan tashqari aholimizni o'sha ichki yo'llarini butun budjetda tashabbusli loyihada g'olib bo'lib 3,5 kilometrdan ortiq masofalarni asfaltlashdik. Mana Xudo xolasa yana keyingi o'tgan budjetdan qolgan joylarni qo'yib 100% qishlog'imizni ichki ko'chalarni hammasini asfaltlaymiz. Bundan tashqari tumanimiz hokimini tashabbuslari bilan, takliflari bilan kirish arkamizni o'zgartirdik. Kirib kelishda o'zimizning o'sha loyihalarimiz bor. Shu qishlog'imizni bir ekoturizmga, agroturizmga aylantirish maqsadimiz bor. Bizning qishlog'imizda bo'layotgan ijobiy o'zgarishlarga bir asosiy kuch sifatida hamjihatligimiz, qishlog'imizning nuroniylari, yoshlari, ayol qizlari shunaqangi bir hamjihatki bitta bir jamoaviy ish bo'ladigan bo'lsa, chekigida qolib ketishga uyaladi. Hamma birdaniga yopishadi, shuning uchun ko'p ishlarimiz oson bitadi. 2 yildan keyin bir qishlog'imizni respublikadagi eng oldi qishloqlardan biriga aylantirish niyatimiz bor. Kambag'allikdan haqiqatdan bir xoli hududga aylantiramiz. Biz yana bitta omadli tarafimiz tuman hokimimiz Ilhomjon Rahimjonov bog'langanlar Qoramurt qishlog'iga juda ko'p uchrashuvlar bo'ladi, juda ko'p takliflar bo'ladi. Buni tagida bizning Qoramurt qishlog'imizni bir hamjihatligi, inoqligi, birdamligi, bir-birini qo'llab-quvvatlashi, bitta ruhiyatga birlashishi deb o'ylayman. G'ayratjon aka, mahalla raisi sifatida sizning orzularingiz qanday? Endi orzu deydi, har bir mahallani raisining orzusi bo'lganda, meni orzuyim shu Yaponiyadagi bir go'zallik, Yaponiyadagi bir madaniyat, shunaqangi bir ekoturizm, agroturizm rivojlangan holatlarning loyihalarimiz bor. Buni albatta amalga oshiramiz. G'ayratjon aka, aytishlariga qaraganda ushbu Qoramurt qishlog'ida 10 dan oshiq olimlar ham istiqomat qilar ekan. Haqiqatan to'g'ri, undan ham ko'p. Nafaqat bu olim professorlarimiz bor, bundan tashqari bu qishlog'imizda juda ko'p o'sha vrach, zo'r mutaxassislar yetishib chiqishgan. Kardiologiya sohasida, travmatologiya sohalarida Abdullayev Hakimjon aka rahmatli, infeksiya sohasida Obidjon aka Hamidov, bolalar kasalliklari bo'yicha mana olim Tohir Romanovich, dadam rahmatli juda kuchli nerv xirurg bo'lganlar. Bunaqangi insonlarni ko'plab quruvchilarimiz bor. Shu katta
qurilishlarni qilishgan. Shu Usmonjon aka rahmatli, mana Adham akalar, Jo'ra akalar, Orifjon akalar, Hakimjon akalar juda ko'p endi quruvchilar, zo'r insonlar yetishib chiqishyapti, yana davom etyapti ajdodlarimiz. Kelajakda Xudo xolasa bularni o'rnini to'ldirib, bular juda ko'p bir jamiyatimizga bir foydasi tegadigan kadrlarni bir tayyorlashda maktablarimiz, jamoalarimiz hammamiz birgalikda harakat qilyapmiz.